Shara jarohatni shikastlanish va stress bilan bog'laydi. Jangchining so'zlariga ko'ra, u uzoq vaqt davomida ko'zidagi jarohatni arzimagan narsa deb shifokorlarga bormay yurgan. 2016-yilda Sharobiddinov mutaxassisga murojaat qiladi va jarohati og'irligi sabab sport karyerasini vaqtincha to'xtatib turishga majbur bo'ladi. Magometovning ko'zidan 8 ta operatsiya qilinadi. Shara shunday deydi: "Ko'zim operatsiyada juda qiynalgan. Ular kamerani kiritish uchun uni 2 yoki 3 tomondan teshadilar. Shu jarayon juda og'riqli bo'lgan. O'shanda qiyin edi, chunki ota-onamni qaramog'ida bo'lganman, mashg'ulot o'tkazmaganman, urushmaganman, pul topmagan paytlarim edi." Shara Buletning so'zlariga ko'ra, jarohat janglarda hech qanday to'sqinlik qilmaydi. Jangchi o'ng ko'zi bilan ajoyib ko'rish qobiliyatiga ega. Bu jangchiga butun jang davomida raqibni nazorat qilishga yordam beradi. Yana bir ma'lumot: Shara aslida futbolni yoshligidan yoqtirib, futbolist bo'lmoqchi bo'lgan. Hatto maktab jamoasidagi yorqin o'yinlari uni shahar jamoasiga o'tishiga sabab bo'lgan. Shahar jamoasida o'ynab yurgan paytlarda raqib o'yinchisi bilan janjallashib qoladi. Raqibni o'yin vaqtida urgani murabbiyga yoqmay, jamoadan haydaydi. Shundan so'ng Shara futbolni yig'ishtirib, kickboksing bilan shug'ullanib, MMA'ga qiziqib qoladi. Hozirda dunyoning eng kuchli ligasi bo'lgan UFC'da yorqin janglar ko'rsatib kelmoqda.